ya'ni hadafni tutishlik nima tilaydi? Barnomarezi tilaydi. Doshtani barnoma hadafga muhaqqaq mesozat. Vaqti hadafingizni belgiladingiz, onun uchun barnomangizni ham tuzdingiz. To'g'rimi? Ana endi barnoma nima qiladi? Barnoma bo'lsa, hadaflarni muhaqqaq qiladi. Ya'ni haqiqatga tabdil etadi. To'g'rimi? Haqiqatga tabdil etadi. Va barnomangizni durust muvaffaqiyat miyoqlanadi. Agar siz voqean durust shaklda barnoma reja qilgan bo'lsangiz, u bidun shak muvaffaqiyatni o'rtaga keltiradi. Xo'sh. Buni kim o'qib beradi? Xo'sh. O'qing tansiz. Bismillahirrahmanirrahim. داشتن هدف ما را وسیله می شود تا تمام نیروی خویش را به انجام یک کار متمرکز کنیم. متمرکز کنیم. آفرین. qarang, bu jumlada ko'p bir zo'r ma'no bor. داشتن هدف ما را وسیله می شود تا تمام نیروی خویش را، تمام قوت خویش را به انجام یک کار متمرکز کنیم. یک کار. ضربنی kim tanıydı? Hamınız tanıyorsunuz, zarrabin. Qanday narsa biladi? Kichkina narsa biladi. Ha? Kichkina narsalarni ko'rmoqqa kerak biladi. O'zi bir oynadagi bir narsa biladi. Zarrabin. Hammangiz ko'rgansizlar. Kim zarrabin oftobni tayyor tutib biror narsani kuydirgan? Ha? Ko'rgansizlar? Qish ham bo'lsa, yerda qor ham bo'lsa, ammo oftobni tayyor tutsangiz, shu yoqdek zarrabinni tayyor tushadi. Taydaki narsani kuydirib ketaveradi. Nima uchun kuydiradi? Kim aytadi? Qonun fizik bor bu yerda. Nuri tez bo'ladi. Nur qanday bo'lib tez bo'ladi? Birodar nur jamisi bir nuqta. Aferin. Aferin. Bir chakchaga terishingga. Zarrabin mana shunday bir narsa bo'ladi degan. Mana shunday bir narsa bo'ladi zarrabin. Saymi? Ana endi taqriban farz etingki mana shuncha bo'lsa kattaligi. Shuni oftobni tayyor tutasiz. Buni tayyor bir qog'oz qo'ying, bir cho'p qo'ying. Xushingiz kelsa qo'lingizni qo'ying. Ammo bu nima qiladi? Shuni ustiga shu bilan hazoron sho'y oftob tushib to'xtabdi. Mana shu miqdor satya hazoron sho'y oftob nima qilib o'tiribdi? Tushib to'xtabdi. Yakka o'zi kuydirmaydi, oqshamacha tutib o'tirib kuydirmaydi. Ammo u nima qiladi? Zarrabinning vazifasi hazoron sho'y oftobni hammasini jam edib bir nuqtadan qatimday qilib yuborib qo'yadi. Binoan tamomi sho'y oftob shunday tushib o'tiribdi, haroratini issig'ini jamlaydigan bir nuqtadan qatimday qilib qo'yadi. U nima qilib bo'ranjoni teshib boradi. Bu qonun fizik. Bildingizmi? Ana endi qarang, hadafmand bo'lishlik, zindagida hadafimiz bo'lishlik nima qilar ekan? Bizlarni tamom neyruimizni, tamom quvvatimizni jamlaykan degan bir nuqtaga hidoyat berar ekan. Ya'ni daryoke men Payonjonni misol berganimda, u $800 ga $500 qo'ri ketmaydi. Vahotirki buni tamarkuz etgan bir hadafi bor. Bundan adashmaydi bu. Bu belgilab qo'ygan bir nuqtasi bor buni. Vaholanki shu $500 emas, $100 ham maoshi bo'lsa $800 ga qo'rmaydi buni. $700, $700 dan tafovut, birab $100 dan ko'ra u yaxshi deb ketmaydi. Nima uchun ketmaydi? Bunda ya'ni intihob qilingan bir hadaf, bir nuqta bor. Ki buni tamom havosi, tamom neyrusi, fikri shunga mutamarkiz. Qo'yilmaydi, xullas shu. Qo'yilmaydi. Binoan men sizlarga bir misol degan bor. Bill Gatesni kim taniydi? Yo'q. Kechiring. Adisanni kim taniydi? Kim otini eshitibdi Adisanni? Adison yo Adison? Nimani kashf etgan? Barqni kashf etgan. Shuni hammangiz bilasizlar. Adisonda qancha ming ixtirosi bor, shuni kim biladi? Hazoron nimasasi bor, ixtirosi bor. Hamma ixtirolar muhim. Bugun hayoti basharda aksariyat istifoda bo'ladi shular. Va mana shu kunga qadar bo'lgan peshraftlar hastasi yo o'sha mag'zi peshraftlar nima narsadir? Adisonni barakatiki barqni kashf etib ketgan. Adisonni shirkati o'sha vaqt ko'p katta shirkat. Adison ya'ni milliarder o'sha o'zini zamoni edi, milliarder edi. Puli milliarddan oshgan edi. Birazdan bir nafar shundoq o'ziga bir
hadaf tutadiki, men deydi shu Adisani şirkatini shariki bo'laman deydi. Adisani shirkatiga sharik bo'lishlik uchun nima kerak? Sarmoya kerak, pul kerak. Siz bir nafarning shirkatida bir lakab afg'onisi bo'lsa, borsangiz siz o'shanga aytsangiz, men sen qo'layman shariking bo'lsam desangiz, hadda qilib kelsangiz 50 ming afg'on bo'lish kerakmi? 20 ming afg'on bo'lish kerak, 100 paysadan 20 paysadan siz sharik bo'lsangiz, ha? Pul kerak, pul. Biroq million dollarning muqobilida necha million dollar kerak bo'ladi. Ammo bu odam hadafi shu, lekin kissasida o'zining shahridan Adisani shahriga safar qilmoqqa taksi kiroya yo'q. Men gapni tushundingizmi? Hadafi shu, xohlaydi Adisani shirkati sharik bo'lsa, ammo kissasida taksi kiroya yo'q, Adisani shahriga safar qilsa. Bir ro'zdan bir ro'z bu bir shu mutakrorni topadi, safar qiladi. Adisani shahriga boradi, shirkatga murojaat qiladi va Adisan Varalinki bir mulozim ham olsa, bir safokor ham olsa shirkatiga o'zi muloqot etdi ekan, o'zi istihdom etdi ekan. Bilan mezni voqeda deysan, voqeda bu nafar o'ltiradi. O'sha lahzaki bu odam Adisan bilan bir mezga o'ltiradi, o'sha lahzadan bu o'zini sharik Adisan e'sos etadi. O'sha lahzadan gapni oxiriga mutojib bo'ling. Binoan Adisan muloqot etadi, nima tajribang bor, nima donishing bor, nima qilasan, nima qila olmaysan. Bu aytmaydiki, ro'z avval men xohlayman senga sharik bo'lsam. Bu aytadiki, men xohlayman mana shu yerga kormand bo'lsam. Mana bu ishlarni qilaman deydi. Alisan biroq menga bir ish beradi. Bir ishiki ko'p nochiz, juda nochiz. Maoshi ham nochiz, mavqufi ham nochiz. Vali shu ishniki qo'lga keltirdimi? O'zini shu Adisanning shirkatiga shomil qildimi? Shu qilgan ro'zdan o'zini nima e'sos qiladi bu? Shariki Adisan e'sos etadi. Kitobda buni tavrik etiladi. Aytadi, bu odam deydi, hanuz charxi kori Adisanda deydi. Bir garori ham hisob bo'lmaydi deydi. Bir dandona garori. Garorini ko'ryapsizlar? Men nima tishlar dandonalari biladi. Bu odam deydi, hanuz deydi, bir dandona garori ham hisob kelmaydi deydi. Ammo o'zini nima aytadi deydi? Nisfi moshini e'sos etadi deydi. Nisfi moshini. Bu odam bu 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, 5 yil o'tadi, 1 yil o'tadi. Bir to'xtish, hech bir nima yo'q. Ammo bu har ro'z bozam e'sos etadiki, men deydi, shariki Adisanman deydi. Biroq bu hadafim bir ro'z voqea bo'ladi deydi. Hadafiga bandozi vafodor, bandozi hadafiga mutamarkiz gap mana shu yerda. Bandozi hadafiga mutamarkiz ki hargiz umrini fido qilib qo'ymaydi bu ishni. Bandozi irodasi qodi bu hadafi eshitmoqqa, umrim shunga fido bo'lsin, lekin men bu hadafni qo'ymayman deydi. Aytmaydiki 5 yil o'tib, mana o'sha gap qachongacha zaman o'tiraman demaydi. Biroqra yana bir qancha vaqt o'tadi, Adisan bir mashina ixtiro etadi. Bir mashina ixtiro etadiki, bu mashinani ustiga Adisan juda ko'p zahmat etgan. Xeyli zahmat etgan. Sonra Adisanning shirkatida mudiroy bozoryob bor. Mudiroy bozoryob. Adisanning ta'rif qilgan narsalarini bular bozorga sotadi. Arzaqladi. Furush etadi. Mudiroy furush yo mudiroy bozoryob. Bilan Adisan aytadi, mana bu mashin deydi, mana deydi. Xizmatlaringiz deydi. Mana buni biz deydi, men mutmainmanki bandozi furushga ketadi bu deydi. Shoyad mana har ixtiromdan ko'ra bu shoyad yaxshi narsa bo'lsa deydi. Bundan sonra mudirlar bu bozor ochiqdan sota olmaydi buni. Hech kim tilamaydi buni. Ammo Adisan aytadi, buni sizlar sota olmasizlar, hech narsani sota olmaysizlar deydi. Buni hatma sizlar ma'lumot tomta bilmay turasizlar deydi. Buni sotib bilasizlar deydi. Ammo har ro'zga o'tadi, mudirhoy bozoryobi Adisan nikrat javob manfiy beradilarki, bu sotilmaydi bu narsa deydi. Hanuz bozorda buni deydi, taqozosi yo'q deydi. Ana shu deydiki, darhaqiqat odam ki ehsos etdiki, sharik Adisan vaqtda to'xtab chans keldi deydi. Bora Adisanga peshnod beradi, shu mashinani men sotaman deydi. Adisan nega san qildi, mudir bozoryoqmasan, mudir furushmasan, bu qismatda san taxassusing yo'q deydi. Tajribang yo'q san deydi. Adisanga aytadi, san deydi, mashinani sotilishligini g'amidanmi yo men taxassusumni deydi. Senga mashinani sotilsa bo'ladimi? Bo'ladi deydi. Adisanga bir chans beradi. Bu bozorga olib boradi buni desangiz, Adisandan komilan o'rganadiki, bu mashinaning maziyati nerda? Bu mashinaning yetib berayotgan ishi nima? Buni jamoaga birma-bir bildiradi.
birma bir bildiradi. Jome به اندازه منیا علاقمند bo'ladi مردم بازار shu shahar u shahar u shahar bu kishvar u kishvar به اندازه bu فروشه ketadi bu mashin به اندازه فروشه ketadi. Shirkat hadisan tamom tavlid to'xtadi sirf shuni tavlid etadi. Sirf shu mashin tavlid etadi. Binoan bir ro'z emas bir ro'z ko'p kam zamon o'tar o'tmasdan hadisan qishqiradi o'tiradi yana o'sha ro'z avvalgidek meznik qiyofada kabi o'tiradi. Hadisan menga peshnod beradi. Men deydi senga peshnodim bu deydi. Sen xohlayman shirkatim qilsam deydi. Qarang. Bu biloxira hadafi bir ro'z voqea bo'ldimi bo'lmadimi? Bo'ldi. O xohlaydi ki Adisonga peshnod bersa ki meni shariki shirkating qil deb. Vali tavonmandisini, g'ayratini, himmatini ki ko'rkazdi, mardikorligini ki ko'rkazdi, Adison unga peshnod berdiki, ya'ni men xohlaymanki sen bilan sharokatga pesh ketsam. Biloxira u odam ki o'z shahridan Adisonni shaharga safar qilmoqqa kisri taksi kiro yo'q, bir sharik Adison millionha dollar sarmoyasi bor. Pes binoan sizlar zindagida bir hadafga borishlik uchun hech vaqt iste'dodingizni ham bahona qilmang, sharoitni ham bahona qilmang, kissadagi pulingizni ham bahona qilmang, hech narsani bahona qilmang. Tushundingmi shogirdlarim? Men bir misol degan sizlarga beraman. Bir misol degan, ki zinda misol, men ko'zim bilan ko'rgan misolim, ki olyam sizlar har qaysilaringiz bu misolni ko'rgazdim. Janob Mahmud shu Navatuda bizlar bordik, Quantinga. Sizda 93 da Anxoydan 101 muassil komil bo'lib Kobulda. 101 muassil. Shu 101 muassilning darajasi aytganda paroshtaki ham ko'p edi, juda. Ko'plar past paroshda uchib qaytdi edi. Ava. Shularning ichida bir muassil banomi Panji Dilso'z. U Qo'rg'ondan, Surxbozor tarafdan, aholisi namozgohdan. Panji Dilso'z Turkman qavmlarimizdan. Bu Panjiye fizike komil bo'lib bordi. Ro'z avval Panjijon forsini bilmaydi, forsini.